odamni qalbi hasaddan, kuykanaylik, kibrdan, o'zini katta olish, adovatdan, dushmanchilik, g'illag'ash, maraz, g'arazdan manetdagi qalbi toza bo'ladi. Keyin o'sha odam yaxshi bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu mullami, to'rvagun kitob o'qib o'rganmi, 3450 ta shogirdi bormi, katta ustozmi, imommi, qorimi, domlami, mahallaning oqsoqolimi, farqi yo'q. Agar qalbida o'sha yomonliklar bo'lsa, eng dinida rasvo odam o'sha odam bo'ladi. O'sha odam bo'lsa, biling, siz o'shanaqasiz. Kim bo'lsiz ham, necha kirgan bo'lsiz ham. Tozalang meni qurg'urdi. O gurut mashitda bor qalb. Tozalang mashina. Tozalaylik azizlar. Yuravermaylik batli kirlar bilan. Ko'zga ko'rinadigan kirlar bor. Faqat Alloh ko'radigan kirlar bor. U qalbdagi haligi biz aytgan yomon sifatlar qalbi kiri, badanda kiri gunohlar hisoblanadi. Dush qilib atirlarni sepgan odam lekin qo'li fohishani badanni ushaydi. Qo'li qumor o'ynaydi, qo'li zulm qiladi. Bu qo'l eng kir qo'l hisoblanadi. Tishlar oppoq, zumno cho'tga bir kunda 7 mahal yuvadi. Kulganda tish sadafga o'xshaydi. Lekin bu og'iz enayni, bu aynida so'kinsa, g'iybat qilsa, yolg'on gapirsa, tuhmat qilsa, birovni dilini og'ritsa, bu nima bu? Bu musorxona hisoblanadi bu og'iz. Ma'naviy ko'zga ko'rinmas axlatlar bular. So'kinish, dilozorlik, qasamxo'rlik, uni gapini bunga olib borib chaqimchilik qilish, ota-onaga gap qaytarish, ota-onaga hurmatsizlik qilish, bular ko'zga ko'rinmas axlatlar hisoblanadi. Gunohlar bu axlatlar bamisol. Islom mana shu edi-ku.